va nihoyat chiqdi, va nihoyat bir shunaqa qarshiliklar bo'ldi, bir qo'ymadik, bir qo'yamiz, bir qo'yamiz. Oxiri mana Xudoy nasib qilgan. Ikkalamizdan ham ko'p bo'ldi. Ustoz aka, siz juda xohlashingiz. Bugun bizni eng 1,5 yildan beri kutgan spektaklimiz endi sahnaga chiqyapti. Xudo xohlasa o'ylagan niyat bilan amalga oshsin. Omad tilayman. Yaxshi spektakllardan bittasi bo'lsin, odamlarning tiliga tushsin. Umriga uzoq bo'lsin. Demak, niyat qilgan bo'lsangiz, bu ajoyib bir spektakl. Hamma olqish, hammaga ma'qul bo'lib, hammaga yoqsin. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli kafedra, aziz talabalar. Demak, vaqtimizdan 10 minutdan o'tib qoldik. Vaqtni cho'zmaymiz. Nazarimda hamma tomoshaga tayyor. Iloji boricha talabalarimizdan shu telefonlarni bezuk ovozsiz rejimga o'tkazishga harakat qilinglar. Bu estrada aktyorlik san'at ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabalarining aktyorlik mahorati fanidan bir imtihoniga xush kelibsizlar. Chunki biz rejamizda hali yana bir 2-3 ta imtihon topshirish niyatimiz bor. Bugun bu asar tayyor bo'lganligi bois o'sha vaqtidan pishib yetilib tayyor bo'lgan deb hisobladik. Bundan o'tib ketsa Qancha vaqt davom etadi? Ochib ketib qolmasin deb vaqtida uzataylik deyapmiz taomni. Qancha vaqt davom etadi? 1 soat maksimalni borsa 1 soat, bo'lmasa 55 daqiqa davom etadi. Sharof Boshbekovning Taqdir eshigi asari asosida sahnalashtirilgan ishtirokchilar: erkak Abdurashidov Farruh, ayol Turg'unova Shahzoda. Mazkur demak talabalarga shu ijodiy fanlardan, mutaxassis fanlardan dars berayotgan o'quvchilar bilan tanishtirib o'taman. Sahna fani o'qituvchilari professor Mahsuma Hojimatova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dotsent Zola Eltoyeva, professor vazifasini bajaruvchi Xatira Juldukharayeva, raqs fani o'qituvchi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dotsent Naziriddin Shermatov, sahna harakati va jangi o'qituvchisi, dotsent Dilshod Ismoilov, vokal fani o'qituvchilari dotsent Oynisa Abdullayeva, dotsent Oydin Alimbekova, katta o'qituvchi Aziz Rajabiy, katta o'qituvchi Nurullo Eminov, katta o'qituvchi Isroil Saydumarov, o'qituvchilar Anvar Mirzayev, Gulshan Azizova, Sardor Azarov. Ovoz operator kurs talabasi Otabek Umarov, aktyorlik fani mahorati o'qituvchisi, katta o'qituvchi Sohibjon Valiyev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, dotsent Aleksandr Bekjanov, kurs rahbari dotsent Farruh Egamberdiyev. Biz tayyormiz.
Keling. Keldik. Devor saqladingizmi? Eshitildimi? Eshitildi. Xo'sh. Ertaga muhim konsertim bor, shuni repetitsiya qilyapman. Yo'q-e. Ha, Men ham ertagindan mana bu loyihalarni topshirishim kerak. Mobodo qalamimning qitirlagani sizga haq bermayaptimi? bermayapti. Axir aytganman, ertaga muhim konsertim bor. Shunga tayyorgarlik ko'rishim lozim. Men loyiha topshirishim kerak. Topshiravering, axir yuzim men nima qilay? Oyoq qo'lingizni ushlab turganim yo'q-ku. Siz xalaqit beryapsiz. Siz xalaqit beryapsiz, men ishlayapman. To'g'rirog'i shopir qilyapsiz. Ishlayapman. Shopir qilyapsiz. Ishlayapman. Mana. Ha, karnaychimisiz? Trubachi. Chaladigan deng. Supuradigan. Xullas, devorni nima uchun taqillatganimni bilgan bo'lsangiz kerak. Endi esa tuyog'ingizni ishqilating. Nima? Meni uyingizda ushlab turishni boshqa ilojini topolmadingizmi? Ja, ibtidoiy usul-ku bu. Tushunmadim. Nimasini tushunmaysiz? Kalitni bering. Shoshilyapman, repetitsiya qilishim kerak. Qanaqa kalit? Xonim, ayol kishi sifatida menda zig'ircha ham qiziqish uyg'otganingiz yo'q. Vaholanki sizdan ming kamdan go'zal ayollar ham mening ikki og'iz shirin suhbatimga mushtoqlar. Ayniqsa konsertdan keyin.
avtograflar, rasmlar, dastxatlar. Lekin men bularni birortasini inobatga olmayman. Bilasizmi nimaga? Chunki hali jonimdan to'yganim yo'q. Kalitni bering. Tavba. Yo jinnisiz, yo mastsiz. Nega unda bunday bema'ni odamni uyingizga qamab oldingiz? Nima? Nima? Hey, Qani tez yo'q Hey! ishladingiz buydan. hey, men sizga odamga o'xshab tushuntiryapman, meni eshiting. Aytingizda shunday bejimonki. Hey! Mana bu turib Hey, meni eshiting deyapman, hey! Hey, bola qiling, hey! Jahannamaga sarhadingizni ochasiz. Bizda ham jahl bor. Qo'zib qolsa bormi? Mana bu chizma-pizmalaringizni ham chiza olmay qolasiz, bildingizmi? Shunaqa. Shunaqa. Yaxshi. Nima qilyapsiz? Mendan nima istaysiz o'zi? Yog'ingizni chiqilating, bo'lmasa militsiya chaqiraman. İnson eshik yopiq. Axir pashsha emasman, ko'ynadan uchib chiqib ketadigan. Eshik yopiq bo'lsa, siz qayerdan kirdingiz? Yo shundan pashshamsiz-da? Keling kelishib boramiz. Siz menga eshikni ochib berasiz. Men uyingizdan chiqib ketaman. Qaytib qoramni ham ko'rmaysiz. Rozimisiz? Jinnimsin. Oppo, yana bir kelib qoldi. Mana bu turbangizni ko'rmaydigan joyga olib qo'ying. Ko'rsam asabim buzilib ketyapti.
yaxshi nevropatolog do'stim bor. Tanishtirib qo'yaymi? Mening ham bir yaxshi psixiatr dugonam bor. Nima deysiz? Dugonangiz sizga do'st emas ekan. Sizni davolamay shu ahvolga tashlab qo'yibdi. Mana. Bas qiling. Yo'qoling uyimdan. Ketaman. Baqirmang. Ko'zim uchtirgani yo'q, uyingizda qolaman deb. Ay, jin olsun. Suizam yok. Hasta yok mu? Mabodo bint ham topilmaydi. Bu yer sizga kasalxona emas. Bor. Qo'lingizni bering. Emas. Sekin. Endi bu barmoq bilan ertangi konsertda ham ishtirok eta olmasam kerak. Juda yaxshi bo'libdi-da.
Qoniqarli. Nima? Eringizni qo'li qiyshirmi? Tuzatib qo'ysa bo'ladi-ku bunaqa narsalarni. Yerim yo'q. Kechirasiz. Ajrashganmisiz? Buni sizga umuman qiziqib bo'lmasdan. Qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Bitta shaharda, bitta binoda yashaymiz. Mana bu devoring naryoqda men, bu yoqda siz. Ko'chib kelganimga 2 yil bo'libdi. 2 yil. Bir-birimiz haqimizda hech narsani bilmaymiz. To'g'ri, ba'zan zinapoya ishlashib qolamiz. Salomlashsak salomlashamiz, bo'lmasa u ham yo'q. Sen чаще крас. Xo'sh, buni nima aloqasi bor? Bilmasam. Xo'p qarang. Men mana bu devorni taqillatdim. Siz o'pkangizni qo'ltiqlab yugurib keldingiz. Vaholanki bilasiz, bu uyda ayol kishi yashaydi. Yana yolg'iz. Hey! Siz menga tuhmat qilmang, bildingizmi? Agar uyingizda men qamalib qolganimdachi, unda nima qilardingiz? Nima qilardim? Ayol kishiga nima sharoit kerak bo'lsa, barchasini yaratib bergan bo'lardim. Xo'sh, nega? Axir men sizga hech qanday sharoit yaratib bermadim-ku. Chunki men mehribon insonman. Yo'q, Ha. agar uyingizda erkak kishi qamalib qolganidachi, men sizlarni besh qo'lday bilaman. Hey! Siz meni kim deb o'ylayapsiz? O'zim xohlab kelganim yo'q, uyingizga eshik qulflanib qoldi. Bo'lmasa chiqib ketardim. O'zicha eringiz tashlab ketib to'ppa-to'rish qilgan ekan. Yurganda shovvoz, mazza qilib, yayrab. Nima? Nima? Sizning ham xotiningiz ketib, elga osh berganmikin, kim bilsin? Hey, bu ishga xotinimni aralashtirmang. Sobiq xotinimni. Unday bo'lsa siz ham erimni aralashtirmang. Sobiq erimni. Bilsangiz, siz uning tirnog'iga ham arzimaysiz. Nima? Tirnog'iga? Agar siz ham bilsangiz, sobiq rafiqamni haligi quloqqa taqadigan nima edi? Voy. Quloqqa taqadigan nima edi? Sirak. Ha, siragiga ham arzimaysiz. Yo'q. Ha, Shunday ajoyib xotiningiz bor ekan, nima uchun ajrashdinglar? siz nima uchun ajrashdingiz? Men ajrashmadim. O'zi ketdi. Ketadi-da. Bunaqa xotin bilan timsoqdan birga yashamaydi-ku. Bas qiling! Yo'qoling uyimdan! Ketaman. Baqirmang. O'z o'lganimni kunida bitta xonada nafas olib o'tirmassiz bilan. Jinosa! Ketayotganingizni ko'rib qanchalik dilim quvongandi-ya. Qarang-a. Endi nima qilamiz a? Endimi? Endi toshbaqa tuxumiga tikilganday bir-birimizga qarab o'tiraveramiz. Hop. Nima? O'zim shunchaki qachon toshbaqa tuxumidan yorib chiqarganini kutib o'tirdim.
Eshitma, ko'rmayapsizmi? Jinni pirmisiz, ma balo. Ha, musiqa jinnisiman. Bu jin bu ne? Bu yoqqa bering, indamagansiz. Beryapman, Hey, ularni beja raqmi kelmagan. Meni raqmim kelsin. Shunaqa. Yaxshi. Hey! Suvni qo'ying joyiga! Hey! Men kelganimda stullar shu yerda turgan edi. Demak, joyi shu yer. Yaxshilikcha gapiryapman. Suv keladimi yo'qmi? Hozir o'zidan so'rab ko'raman. To'xtab. Janob stul. Egangizni oldiga borasizmi, bormaysizmi? To'ppa-to'g'ri aytasiz. Bormasa ekanlar. Ha, bezib ketibdilar. Oxirgi marta so'rayapman. Suv keladimi yo'qmi? Yo'q. Iloyim ilovonda xotiningiz qaytib kelib, boshingiz balodan chiqmasin. Birov bir kasallikka yo'liqib, turbangizni kalonlayapman. Yopgan eshingiz ochilmasin, ochgan eshingiz yopilmasin. Ochiring deyapman sizga. Hey! Assalomu alaykum hurmatli Mash'al radiosi tinglovchilari. Siz hozir O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevning yoshlik Ufqqa qaraychi, nima ko'rinyapti? Turqingiz ko'rdi. Ay. Aferin. Biror narsa o'qib beraymi? Sonra aqliy faoliyatingiz oshib qolarmidi? Undan ko'rachi. Mana bu yerdan yostiqni uzatib yuboring. Oling oyog'ingizni. Ha! Mana bu kislorodli yostiqni nazarda tutyapsiz, to'g'rimi? Kichkina bo'lmaydi. O'zim shunchaki tepada havo kam bo'ladi deyishadi-ku. Shunga aytdim-da. Mayli. Oling. Nega olmadingiz? Qani bitta urinib ko'ring-chi. Mayli. Ustimdan turyapsizmi? Hazırlaştım. Oling. Ey, nima qilyapsiz? Hozir. Mana bu ekranni o'zingiz yopganmisiz? Yo'q, sotib olganmisiz? Tat ko'rib bilamiz. To'g'ri aytasiz. Vay baya. Rozi bo'lasiz. Mana. Judayam shirin. Sal achchiq-ku, yesa bo'ladi. Hozir.
Shu yerda ko'rgandim. Nima qilyapsiz? To'xtab turing. Mana. Shu nom bilan kira juda zo'r kelishadi. Ustiga qaramang. Mazali. Şuraya. Meni ham qornim ochdi. Tabriklayman. Meni ma'qul. Gazetdagini qarang. Qozonda ovqat bo'lishi kerak. Ovqat yeyishga qo'ymaysiz. Hozir. Ha, mana. Gugurtimiz qayerda? Gugurt. Gazetaga yopishdi. Kunduchkada. Ha, mana. Hozir. Hozir isitib beraman. Isitdan ovqatga nima yeydi, ha? Ungacha men kirib. Xonim, bu yer qayeri? Mening uyim. Yo'q. Meni noto'g'ri tushundingiz. Bu yer O'zbekistonmi yoki Yevropa? Nima? Uyingizga bir yaxshilab qarang. Televizor, stol, shkaf, divan, radio, muzlatgich, alobatdan. Biror narsa yermaysiz. Biror narsa yermaysiz. Hamma asalariga o'xshab o'zining javaga kirib oladi, tamom. Bu yerda dunyoni suv ketmaydimi? Bunda yo'q. Hattoki boshqa havodan nafas olyapsiz. Yangisaga har birimiz uchun maxsus alohida havo yetkaziladi. Haliga ko'rish. Demak, alohida maxsus havo yetkaziladi. Yashashimiz. Tasavvur qilyapsizmi? Keyin nori ko'ramiz. Nori yo'qolib ketyapti. Birov bilan birovning ishi bo'lmay qoldi. Xo'sh, kim aybdor bunga? Mana shu yashash tarzimizning o'zi shunga majbur qilyapti-ku. Bitta havodan nafas olmas ekanmiz. Bitta ariqdan suv ichmas ekanmiz. Xuddi shunaqa bo'laveradi. Oling. Ustingizga kiyib olgan kiyimga qarang. Mabodo sizni ko'chada ko'rib qolsam, qaysi tilda gaplashishni ham bilmay qolaman. Turistmisiz, boshqamisiz? Nonni uzatib oling. Aytib qo'yay. Non odamni semirtiradi. Shunda kerak emas. Nega aytdingiz unda? Yer bilan osmon o'rtasida mollar yashayapti. Eng qizig'i, yana Shuni olib urib oling, uzatib oling. oqibat yo'qolib ketyapti. Birov bilan birovning ishi bo'lmay qoldi. Oling. Rahmat. Unday bo'lsa, qishlog'ingizga boring. Bu yerda nima bor? Bu yerda yashash qulay.
Jumlangni ko'rasangiz issiq suv tushadi, sovuq suv tushadi. Gaz, lift, telefon. Bulaydi. Ko'chada kimdir dumalayotgan bo'lsa, uni oldiga uni ko'rmaganlikka olib o'tib ketaverasiz. Bu ayb sanalmaydi. Bu qulaydi. Yon qo'shning dodlab yordam so'ramaydi. Radioni baland qilib qo'yib o'tiraverasiz. Qishloqdachi qiyin. Ko'chada kimdir dumalab yotgan bo'lsa, uni oldiga borishing kerak. Unga yordam berishing kerak. Uni kasalxonaga eltishing kerak. Qiyin. Qishloqda yig'i eshitilgan xonadonga butun qishloq ko'chib keladi, aytilmasa ham. Bu yerda agar bu yerda odamlar yig'lasa, yo'q. Bu yerda odamlar yig'lamaydi. Ular ichiga yutib ketadi. Vijdon sopol, iymon esa ko'p. Bilasizmi? Nega meni maktabdagi, qishloqdagi maktabga haydab yuborishdi? Nega? Chunki ustozimni yaxshi ko'rib qolganman. Nechinchi sinf o'shanda? Bilmasam, 3-4 sinf bo'lsam kerak. Chamasi 8-9 yoshlardan. Uchi. Buni bu hali o'tizgan bo'lmagan. Negaligini bilmadim-ku. Juda ham ajoyib. Sog', sinib, chiqib Men ham shunday deb o'ylayman. Menimcha faqat bolalargina rostlakamga seva oladi. Bundan chiqdi. Sevgiga ishonmayman deng. Yo'q. Nega? Bitta inson sevgingizni oqlamagan bo'lsa, butun dunyoga sevgi yo'q deb baqirish kerakmi? Men baqirayotganim. Baqiryapsiz. Ichingiz baqiryapti. Axir dunyo keng. Baxtli odamlar ko'p. To'g'rimi? Baxtli odamlar yo'q. O'zlarini baxtli qilib ko'rsatadiganlar. Bu ham san'at. Katta san'at. Sevmasdan, sevadigandek ko'rinishing kerak. Ishonmaysan. O'zingni ishonadigandek tutishing kerak. Havo yetmay nafas ololmayapsan. Xuddi 100 yil yashaydigandek ko'rinishing kerak. Bu ham katta san'at. Yashash san'ati. Men ham shuni aytaman-da. Hozir ishlab ko'ramiz. O'xshasa ishlaydi. İşlem. Barakalla o'zingga. Hey. Hey. Bundan o'ylab qoldingiz? Harika. Meni bu yerdan tushira olarmikansiz yoki yo'qmi deb o'ylab qoldim. Juda ham ozg'in ekansiz. Buning ustiga qolingiz ham. Sakrang. Yilib olmagan nomard. Nima men sizga tennis sharibami sakraydi? Sakrasam yerda faqat suratingiz qoladi. Bunday bo'lsa keling ko'tarib tushirib qo'yaman.
soqolingiz o'sib ketibdi. Bugun ertalab olgandim. Aniqrog'i kecha ertalab. Ha, kecha ertalab. Nima farqi bor? Bugun erta, kecha. Nima? Burnim siyoh bo'lganmi? Tikilib qoldingiz? Chiroyli ekansiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisiz? Sal yaxshi gapirsang shu-da, darrov o'zidan ketadi. Voy ahmoq. Nima? Voy men ahmoq ey. Sizga yaxshilik qilib o'tiribman ha. Kimdir sizga tushirib qo'ying dedi. O'zingiz 5 daqiqa oldin tushirib qo'ying dedingiz-ku. Tushirib qo'ya olmaysiz dedim. Tushirib qo'ying deganim yo'q. Bir yaxshilik qilay debmiz-da. Nimagadir bosh maylanib ketyapti. Sizmangiz ko'tariladi. Ko'tarildim keling. Torting qo'lingizni. Kattalar bekorga aytmaganda. Bir kattaning bir kichikning aytganini qildi. Qani, tez divanga. Nima? Divanga yoting, kasal bo'lgan yotib davolanish kerak. Esingizni yeb qo'yibsiz. Bo'lmasa ko'tarib o'zim olib qo'yaman. Baqiraman. Baqirsangiz yaxshi, ichingizdagi hamma havo chiqib ketadi, ko'tarish biroz so'rab. O'zim. Yo'ldan qoching. Shamolladim deng. Ana. Peshonangizni. Sovigan suv qo'rqmang, sovigan. Dori qutimiz qayerda? Shamollaganda qanaqa dori chaqdi? Naftalginmi, nima edi? Aspirin. Ha, aspirin. Ana, qo'lingiz oching. Suyingiz o'chgan ekan, choy bilan ichasiz. Umuman olganda unchalik yomon odamga o'xshamaysiz. Nima dedingiz? Hayda. Bunaqa gapga hech kim noto'g'ri gapiryapsiz demaydi. Bilasizmi? Menimcha insonlar ikki toifaga bo'linadi. Kaltak yeydiganlarga va kaltak yeydiganlarga. Yo'q. Men haqiqiy kaltakni aytmayman. Dil og'rig'ini nazarda tuting. Mana masalan. Qo'shnilarimiz ochiq chehra bilan ko'rishamiz. Salom alaykum qilamiz. Lekin ko'zlarining tub-tubidan qandaydir shubha sezaman. Sir boy bermaydi. Hech kim hech narsa o'ylamassin. Odamlarning fikriga yomon o'y kelmasin deb shunday harakat qilamanki, bunga bor kuch-quvvatim, butun diqqat e'tiborim sarf bo'ladi. Har bir qadamimni o'lchab bosaman. Har bir kiyimimni o'ylab kiyaman.
Ko'chalarda tramvayga o'xshab faqat to'g'riga yuraman. Atrofga alanglab qaragan ham qo'rqaman. Lekin baribir foydasi yo'q. O'ylashadi, shubhalanishadi. Charchab ketaman. Do'stlar davrasida, ishxonalarda erkaklar mendan so'rashadi. Xo'jayin yaxshi yuribdilarmi? Xo'jayin qayerda ishlaydilar? Bilib turaman. Ularga xo'jayinning qayerda ishlashi sog'lig'i umuman qiziq emas. U ayolning eri bormi, yo'qmi? Ana shu kerak. Eri yo'qmi, yoshmi? Darrov nopoklar safiga qo'shib qo'yishadi. Nega? Nega shunday? Nahotki poklik, nopoklikning o'lchovi shu bo'lsa? Nahotki ayollarning qadr-qimmati ana shu narsalar bilan belgilansa? Axir bu noto'g'ri-ku. Noto'g'ri. Axir eng yengildak ayol ham yonida suyanchli insoni bo'lishini, qolgan hayotini u bilan davom ettirishni xohlaydi. Beshik quchoqlashni xohlamaydigan ayol yo'q. Tilida yo'q desa ham dilida baribir orzu qiladi. To'g'ri, qiyin. Kun bo'yi ishda bo'lasan, uyda supursidir, yuv-tara, bunisiga keldi-ketdi, bozor o'char ham sening bo'yningda. Er degan jonivorning o'zi bir dunyo tashvish. Sochingni durustroq turmaklab ham ololmaysan. Bilasizmi? Ayollar nega sochlarini qirqishadi? Yo'q. Bunga modaning aloqasi yo'q. Uzun sochni parvarish qilishni o'zi bo'lmaydi-da. Bunga vaqt qani? Mingta tashvish. To'yib ketdim deysan. Charchadim deysan. Lekin bu baribir yaxshi. Bu shirin og'riq. Yoqimli tashvish. Ayol kishiga ko'p narsa kerak emas. Ozgina e'tibor berilsa, unga yopirilib kelayotgan barcha g'am-u kulfatlarni yengib o'tadi. Ozgina mehr berilsa, nozikgina yelkalarida butun boshli tog'ini tutib turadi. Sizning ham boshingizni og'ritib yubordim. Yo'q. Nega unaqa deysiz? Menimcha biz qanday yashash kerakligini bilmasak. Hayda. Uning kitobi bo'lmasa, o'qib bilib bo'ladi. Mana odamlar yashab yuribdi-ku. Demak, ular qanday yashash kerakligini bilishadi. Yo'q. Ular qanday yashash kerakligini bilishmaydi. Ular shunchaki yashashadi, tamom. Mana misol uchun tog'am bilan kelinlar umrlarida bir-biriga sevdim, kuydim degan so'zlarni umuman ishlatishmaydi. Lekin birining tishi og'risa, biri dod soladi. Ko'rib hayron qoladi. Odam ham bir-biriga shunchalik mehr qiladi. Sizga ham oqqan solaymi? Menga bitta. Kofeni achchiqroq iching. Bugun biz siz bilan nimalar haqida gaplashdik? Yoningdagi insonlar haqida, sevgi muhabbat haqida, do'st haqida. Bilasizmi? Odamzodga nimaiki yetishmasa, o'sha narsalar haqida ko'proq suhbatlashadi. Bugun biz siz bilan nima haqida suhbatlashgan bo'lsak, ana shu narsalar o'zimizda mevjud. Kofeni ajoyib damlar ekansiz.
Biz suhbatlashdik. Biz janjallashdik xolos. Demak, o'rtamizda janjallashadigan hech qanday narsa yo'q. Bo'lgan bo'lsa ham barchasi yolg'on. Lekin men rostakam janjallashdim. Chunki jahlim chiqib turgan edi. Ertaga muhim konsertim bor edi. To'y ham o'tay deb qoldi. Qarang. Qarang. Hozir ana podyezdan bitta temiz amaki chiqadi. Har doim tongda yuguradi bechora. Lekin hech o'zay demaydi. Yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Mendan xafa. Yo'q. Qismat. Bilmadim. Hammasi alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Alg'ov bo'lsa ham yaxshi insonsiz. Rostdanmi? Ha? Mayda. Durust odam bo'lsam kerak. Siz ham, men ham yaxshi insonlar bo'lsak, nega shuncha vaqt janjallashdik? Chiqisha olmadik? Chunki bir-birimizni yaxshiligimizni tan olgimiz kelmadi. Shuning uchun siz ham bas ketmadingiz, men ham bas ketmadim. Xo'sh, unda birinchi bo'lib kim bas ketdi? Men bas ketdim. Yo'q, men birinchi. Birinchi bo'lib men bas ketdim. U payt siz hali shkaf tepasida o'tirgandingiz. Hechanda birinchi bo'lib men bas ketdim. Siz uni hali ham baqirayotgandingiz. Siz qancha baqirsangiz ham men jim turaverdim. Baqirgan bo'lsam baqirgandirman, sig'jon. Shunga darrov birinchi bo'lib siz bas ketgan bo'lib qarasizmi? Mana shu devorni tili bo'lsa aytdi. Birinchi bo'lib kim yo'q berdi? Men aytdim, "Kel, shu bilan teng bo'lamanmi?" dedim. O'zichi esingizda umuman hech narsa turmas ekan. Axir aytdim-ku, keling yarashaylik dedim. Shundoq ham mana shu shaharda odamlar bir-birlariga yetkazayotgan ranju alam kammi dedim. Unday deganingiz yo'q. Aytdim, bor ovozim bilan aytdim. Tashqariga bir qarang dedim, ko'chalar zimziyo, odamlar bir-biridan bezib ketgan. Mana shu odamlarga o'rnak bo'laylik, mana shu odamlarning nuri bo'laylik deb aytdim. Unday deganingiz yo'q. Aytdim. Demadingmi? Aytdim. Aytmadingiz. Aytdim. Bor ovozim bilan aytdim. Bir-birini yo'qotganlar. Bir-birini topganlar. Mana shu qorong'u ko'chada adashib qolmasin deb bizning uyimizdan nur yonib tursin deb. Oy kuzum. Hey, boyaga maka yugurishdan qaytib keldi, qarang. Hali yugurishayapsiz. Rostdanmi? Ha? Qarang, keling, osib ketib qoladi. Hadi yugurib keldi. Mana bu. Qo'rqib ketyapman. Eshik ochilishidan.
Shut